Assalomu alaykum pazandalarim. Bugun sizlar bilan yupqa qilamiz. Buning uchun yalangan unga tuzli suv solib xamir qoramiz. Xamir yaxshilab muzlab tayyorlaganimizdan keyin o'rtacha nimalikda bo'lishi kerak, qattiq ham yumshoq ham bo'lishi kerak emas. O'rtacha xamir qoramiz va uni yaxshilab muzlab salofanga solib 20 minutga tindirib qo'yamiz. Buni davomida biz piyoz, sabzilarni tayyorlab oldik va qiyma solamiz ichiga. Qozonga bismillahir-rohmanir-rohim deb piyoz solamiz va yog'da qovurib yaxshilab qizartiramiz va qizargandan keyin uni ustiga qiyma solamiz. Qiymani ham yaxshilab qovurganimizdan keyin ular ham qizarib oladi. Shu orada sabzini ham solamiz va ziravorlardan ham foydalanamiz. O'zingiz xohishingizga qarab foydalanasiz va yaxshi qovuruq bo'lib, ularni o'chirib qo'yamiz va xamirimiz tinadi. Xamirimiz tingandan keyin ularni zuvala qilishga tayyorlaymiz va ochib xamirni kichik dumaloq shakldagi bo'laklarga bo'lib olib, ularni birpas un bilan uvolib tindirib qo'yamiz va sekin juvalashni boshlaymiz. Birinchi juvada yaxshilab ochib olib, keyin yoyg'ichda alohida yoyg'ich bo'ladi yupqalar uchun. Shu yoyg'ichda kattalashtirib olamiz va sekin asta hammasini yoyib tayyorlab ularni 10 qilib qo'yib olamiz va pishirishni sekin boshlaymiz. Buning uchun bizga katta tava kerak bo'ladi. Mana shu tavada yupqa pishiruvchi tava bo'ladi yoki bo'lmasa uyingizda gaz plitasida ham pishirishingiz mumkin. Va shu tavaga ozgina yog' solamiz va xamirni qo'yamiz. Tayyor xamirni juvalab bo'lingan ularni bir yoq tarafini qizartirib olib, ikkinchi tarafini o'girib, u yoqqa qizargan tarafiga nachinkasini solamiz va nachinkasini ustidan yana xamir qo'yamiz. Xamir ustiga ham ozgina yog' surib olish esingizdan chiqmasin va keyin yana o'girib ketma-ketlikda nachinkasini solib pishirib olamiz va pishirgandan keyin uni salofanda o'rab birpas qo'yib qo'yamiz va ularni tugib joylashtirib qo'yamiz va muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Mana endi tayyor bo'ladi. Shunda yupqamiz mana yoqimli ishtaha.